Mani qo'limda $1000 pul turibdi. Jumlani davom ettirib, Hikmatullayevni kuldirib bilsangiz agar 100 ming so'm pul yutib olasiz. Baliq bo'laymi? Dengiz bo'laymi? Kreditimga kapal bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Baliq bo'laymi? Dengiz bo'laymi? Bulut bo'laymi yoki kemami? Yana bitta shans beraymi sizga? Qatlama. Aqling bo'lsa tashlama. Nimani? Maynani? Men ketdim. Buyuk faylasufimiz aytganlariday. Nima deganlar faylasuf? Yaxshi harakat qilib qo'sh. Baliq bo'laymi? Dengiz bo'laymi? Ot bo'laymi, quyon bo'laymi? Meni kuldirsangiz pul beraman. Uylanganmisan? Nechta xotining bor? Masal ko'rasan 4 ta xotini bor ekan. Yo'q, bitta hozircha bitta. Men eshitdim sen 2 ta xotinlik ekansan. Xolamga kuldim men. Xolajon mana 100 ming mana. Mayli kuldirib bilmagan bo'lsangiz ham sizga yana bitta imkoniyat beraman. Agar menga obuna bo'lgan bo'lsangiz 100 ming beraman. Rahmat. Marhamat. Mana 100 ming so'm sizga. Sizga yana bitta imkoniyat beraman. Agar men obuna bo'lgan, mana bu 97 ta do'stlarimga obuna bo'lgan bo'lsangiz, sразу joyida 1 million so'm beraman. Afsuski hech qaysiga obuna bo'lmagan ekanlar. Afsuski obuna bo'lmagan ekanlar. Hozir bo'lasiz va ertaga biz she'rda siz bilan ko'rishamiz. Bermagan kuchuk bo'lsa, "Vau!" deb yuraman. Sizlarda hali imkoniyat bor. Mana shunaqa yo'lingizdan chiqib qolib aytishim mumkin. Menga ham obuna bo'lib qo'ying va men obuna bo'lgan 97 ta do'stimga ham obuna bo'lib qo'ying. 1 million so'm yutish mumkin.